Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum studiyamiz mehmonlari Bobirjon, Diyoraxon Poshsho, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum Navro'z aka, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Mikrofon tishlab olmaydi, quchoqlab olmaydi, qo'li oyog'i yo'q. Qo'rqmasdan yaqin kelib gapiraverasizlar. Kelishdik. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bugun sizlarni studiyamizga chaqirishimizdan maqsad sizlar universitetimizning iqtisodiyotiga zarba berayotgan talabalarsizlar. Qaysidir ma'noda rektor stipendiyasini qo'lga kiritib, a'lo baholarga o'qish evaziga kontrakt to'lovlaridan qaysidir foizlarda ozod etilgansizlar. Bugun mana shu narsani qanday qo'lga kiritdinglar, shular haqida gaplashamiz. Kelishdik. Demak, bugungi studiyamizdagizlar Bobirjon Mamadaliyev 3-bosqich pediatriya ishi yo'nalishi 222-guruh talabasi. Shuningdek, navbatdagi mehmonimiz Muhammadaliyeva Diyoraxon Poshsho 2-bosqich ingliz tili guruhi 27-23 guruh talabasi. Xush kelibsizlar. Bobirjon va Diyoraxon Poshsho, nima uchun aynan sizlar birinchi savolim Samuni tanlagansizlar? Birinchidan, universitetimizda juda ham sharoitlari ko'p. O'qiyman desangiz, qaysi yo'nalishda praktika qilaman desangiz ham hamma imkoniyatlar bor va ustozlar talabaga yarasha o'zlari darslarda juda ham chuqur va qoniqarli o'tishadi. O'shani hisobiga ham chet elga chiqish imkoniyati borligi uchun universitetimiz tanlaganmiz. Bobirjon, sizchi? Avvalo, bizni yashash hududimizga yaqin bo'lganligi uchun tanlaganmiz. Keyingi o'rinlarda bo'lsa, uydagilar yaqinroq hudud bo'lganligi uchun ayni shu yer tanlashimizga to'g'ri kelib qolgan. Xo'p, kelajakda sizlar shifokor bo'lmoqchimisizlar? Mana Diyoraxon, siz Poshsho chet elga chiqish imkoniyati bor dedi. Zo'r mutaxassis bo'lsak, nima qilasiz? Ertaga chet elda shifokor bo'lasizmi yoki yurtimizdami? Yo'q, maqsadim borib o'qib qaytib kelish. Men chet elda qolib ketish niyatim yo'q. Sizda-chi, Bobirjon? Menda ham maqsad shu, baribir chet el, ayniqsa Germaniya, Amerika hozirda shu tibbiyot sohasida buyuk yetakchi o'rinlarda turadi. Shu yerda malaka oshirib, keyin mana shu o'zimizni yurtga kelib, yurtimizga xizmat qilish. Sababi shu yurtimizdagi oddiy fuqarolar chet elga borib operatsiya qilish, jarrohlik amaliyotlarini o'tashga qanchadir miqdorda yo qobil shu narsaga yoki nimasi layoqati yetmaydi. Shu munosabat bilan ana shu chet elda bo'ladigan operatsiyalarni ham shu o'zimizning yurtimizda qilish. Endi nima deydi, shifokorlikda ham yo'nalish ko'p-da. Qaysi yo'nalishlarni tanlamoqchisizlar? Men o'zim operatsionni ginekolog bo'lmoqchiman. Ham akushor ginekolog va operatsiya ham qilish. Bobirjonchi? Bizda endi pediatriya bo'lganligi uchun bolalar nevrologiyasi. Yo'nalish bolalar nevrologiyasi. Bitta narsa borda, men ham yoshligimda ota-onam, uydagilarimiz biz o'zimiz qiziqmasak edi, boshqa yo'nalishga taklif berishgan va u takliflari o'xshamadi. Baribir o'zimni qiziqishim bo'yicha yo'nalib o'sha sohaning egasi bo'ldim. Sizlarda tibbiyotga qiziqish bormi yoki uydagilarning qistovimi? Menda tibbiyotga qiziqish yoshligimdan bor, chunki uyda vrachlar ko'p. Ularda ishlarini ko'rib yoshlikdan babushkam va dedushkam vrach и babushkam ginekolog, o'shani hisobiga ularda yo'nalishga qiziqishim ko'proq bo'lgan. O'sha yoshligimdan o'rganib, eshitib kelganim hisobidan o'zimda qiziqish juda ham kuchli paydo bo'lgan. O'sha deylik, bu joningizni ular ham shu siz bo'laman degan kasb egasi bo'lgan. Ularni qanday siz uyda ko'rganmisiz yo bir ishlarga birga borganmisiz? Qanday? Holatda kirib kelishlaridan yo'q, gapirib berishar edi. Har xil holatlarda, masalan, kitoblar juda ham ko'p uyimizda meditsinaga aloqador. O'shani hisobidan bir-ikki patsientlar uyimizga kelar edi. O'shani ko'rib, uje qiziqish paydo bo'lganda. Bobirjondachi? Endi aka, hozir pul topish yaxshi-da, bunda nima deysiz? Yo'q, bizda qiziqish qanday bo'lgan? O'zi asli bilasiz, teatraniga qiziqishim ko'proq bo'lgan yoshligimda. Lekin shu ayrim sabablarga ko'ra dadam bilan gaplashib ko'rganimizda dadam shu tibbiyot sohasiga yo'naltirishgan. Yo'naltirish ham endi avvalambor rahmat aytaman, chunki ancha erta yo'naltirishgan, haliga qisib payt kelganda emas. Shu 5-sinfdan boshlab tibbiyot sohasiga yo'naltirishgan, o'zlari bilan birga ishga olib borishgan. Dadam o'zi shifokorlar, kardiolog, vrach hisoblanadilar. Hozirda Namangan viloyati tez tibbiy yordam ilmiy markazi rahbaridir. Shu o'zlarining ishlariga olib borishlari, ish jarayonlari qanaqa qizg'inligi, tibbiyot sohasi
hammasi qay darajada mukammalligi va insonlarga qanaqa darajada foydasi kerakligi va insonlarga qanaqa daraja foydasi tegadiganligini bilganimiz uchun keyin shu sohaga yo'nalganmiz. Xo'p, ana endi esa o'sha meni qiziqtirgan savol universitetimizni majoziy ma'noda hazillashib aytaman dushmanlari. Rektor stipendiyasi. Kontrakt to'lovlarini ma'lum bir qismini a'lo baholar sabab to'lamaysizlar. Mana shu holat qanday yuzaga keldi? Buning uchun nimalar qilish kerak? Siz aytavering endi qiz bola. Birinchi o'rinda yaxshi o'qish kerak. Biz rektorimiz stipendiyasini olish uchun nafaqat yaxshi o'qish, universitetda tashkiliy hayotida, ichki hayotida ham ishtirok etish kerak. Siz nimalar qildingizki va necha foizli rektor stipendiyasini qo'lga kiritdingiz? Men o'tgan yili birinchi kurs bo'lgan edim. O'qishga nisbatan boshlang'ich qiziqish bo'lgan. O'shaning uchun yaxshi o'qiganim hisobidan 10% olganman xolos. Va uni olganimda oson bo'lgani, bu ham tildan sertifikatlarim borligi uchun ham menga oson bo'lgan. Qanaqa sertifikatlaringiz bor? Ingliz tilidan sertifikatim bor, nemis tilidan sertifikatim bor. Undan tashqari o'zim rus tilini bilaman. Demak, 10% rektor stipendiyasini qo'lga kiritgansiz. Boburjonchi? Biz shu universitet ochilgandan beri deyarli bir semestr olmaganmiz. Birinchi semestr o'zida. Undan keyin hamma semestr olib kelamiz rektor stipendiyasini. Bunga sabab nimada desa, shu yoshligimizdan boshlab o'qishga qiziqishimiz yaxshi bo'lgan, tibbiyot sohasini yaxshi o'rganganligimiz uchun birinchi, ikkinchi mana hozirgi kurslarda umuman tibbiyot sohasida qiyinchilik bo'lmagan. O'qib, hamma masalan ko'proq dars qilib tushunmasa, biz masalan shunchaki o'qisak tushunaveramiz. Chunki yoshligimizdan boshlab shu narsaga instinktimiz bor, to'g'riroq aytganda, boshqacha qilib aytsa. Avvalo o'sha Diyorxon poshsha aytgandek, birinchi navbatda a'lo baholarga o'qish kerak talaba, xulq atvori jihatdan namunali xulq egasi bo'lish kerak va qolaversa, hozirgi vaqtda ayni jabhada mana shu universitetimizni nimasida ijtimoiy hayotida faol tarzda ishtirok etib kelish kerak. Siz necha foizli rektor stipendiyasini qo'lga kiritgansiz? Shu doimiy 50% rektor stipendiyasini olib kelamiz. Buni olish osonmi, qiyinmi? To'g'risini aytaman, juda qiyin masala, chunki har bitta fanni shunchaki yuzaki o'qib bo'lmaydi. Bu tibbiyot sohasi bo'lganligi uchun bizda haligi chetki fan, asosiy fan degan narsalar yo'q. Hamma narsa biz uchun asosiy fan hisoblanadi. Qaysi fanni olingki asosiy. Oddiy biofizikani oladigan bo'lsangiz ham birinchi kursda o'tiladigan biofizika fani to'g'ri oddiy birinchi o'qilish jihatdan nimaga o'xshaydi? Chetki fanga o'xshaydi. Lekin u biofizikani hozir o'qimasangiz, ertadan keyin fiziologiyani tushunmaysiz. U fiziologiya ikkinchi kurs davomida o'qiladi. U fiziologiyani normal o'qimasangiz, patofiziologiya fanini o'qiy olmaysiz. Bu degani o'z-o'zidan fanlar bir-biriga uzviy juda ham bog'liq ekan. Kollaboratsiyasi bor. Universitetimizda sizlar uchun yana nimalar yetishmaydi? Yana nimalar qilsak, sizdaqa talabalar ko'payadi? Bormi fikr mulohazalar? Hozir so'z erkinligi davr talabalarniki. O'zimni gruppamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, angliz gruppada o'qiyman. Bizga kitob va ingliz tilini haqiqatan ham yaxshi biladigan ustozlar yetishmovchiligi bo'lyapti. Pedagoglar yetishmovchiligi va adabiyotlar. Biz gruppamizga потому что biz o'sha taraflardan qiynalyapmiz. Hamma ustozlarimiz ham anglizlikni biz xohlaganchalik bilmaydi va o'zlariga qiyin bo'lyapti. Bizga ham ular bilan birga o'qib ketishga qiyin bo'lyapti ko'p fanlarimizda. Tushunarli. Boburjon, sizda? Bizda bunaqa muammolar yo'q, chunki sababi hamma o'zbek tilida erkin muloqot qila oladi. Biz bilan muloqot qiladigan o'qituvchilar va hammasi o'ziga yarasha har taraflama kuchli, o'z sohasi bo'yicha kuchli o'qituvchilar deb bilaman. Bizdagi endi muammolar ko'pincha asosan talabalar o'zidan bo'ladi, o'qishga bo'lgan qiziqishning pastligidan shu muammo. Boshqa muammoimiz kuzatilmaydi bizda o'quv jihatdan. Juda ham soz. Kelgusida sizlarni o'qish, ish faoliyatliklarida omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'ylaymizki, kelgusida sizlardan zo'r shifokorlar chiqadi va oliygohimizni talabalari edi. Bularda biz sizlar bilan doim faxrlanamiz. Bugun studiyamizda Boburjon Diyorxon poshsha bo'ldi. Katta rahmat. Rahmat sizga, Noroziy. Rahmat katta.